Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Odilxon yaxshimisiz? Malohat opa, buncha shoshib yurasiz a? Ha endi uyga tezroq boray degandim. Issiqni ham ko'ryapsiz-ku. Ha, gapirmang. Kunam rosa qizdirdi o'zi. Mayli. Men uyga kira qolay. Ha, aytgancha opa, qizingizni unashtirdingizmi? Yo'q. Hali unashtirganim yo'q. Tinchlikmi? Nega so'rayapsiz? Ha, shunaqami? Hali jimjitding? Anu kuni bitta begona mashinada qizingizni anu do'konning oldida tushirib ketishdi. Shunga hayron bo'ldim. Men qizingizni unashtirgan bo'lsangiz, kuyovmi deb o'ylabman. Nima? Qanaqa yigit ekan? Bilmasam, yuzini yaxshi ko'ra olmay qoldim-da, afsus. Lekin ikkalasi ham bir-biri bilan joy quyuq xayrlashdi. Odinaxon, yaxshiroq qaramagansiz chog'i. Meni qizim unaqa begona mashinalarda keladigan qiz emas. Faqat avtobusda borib keladi. Bilmasam endi, Malohat opa, men ham ko'rganimni aytdim-da. Mayli. Yana boshqalarga gapirib yurmang bu gapni. Ha, yo'q, kimga ham aytardim? Mayli, chiqing. Xo'p, mayli. Bitta begona mashinada qizingizni anu do'konning oldida tushirib ketishdi. Men qizingizni unashtirgan bo'lsangiz, kuyovmi deb o'ylabman. Lekin ikkalasi ham bir-biri bilan joy quyuq xayrlashdi. Mushtari. Yo'q. Lapay xonajon, O'tir. tinchlikmi? Mohina hali ham kelmadimi? Yo'q, hali kelgani yo'q-ku. Bunaqa paytda har doim uyda bo'lardi-yu. Qayerda yurgan ekan? Nima qilib yuribdi shu paytgacha? Balki kutubxonaga kirgandir. Kutubxonada ba'zida ushlanib qolamiz. Sen u bilan birga o'qiysan. Bugun ko'rdingmi uni? Mohina bilan birga o'qisak ham, boshqa guruhlarda o'qiymiz. Biz u bilan ko'pincha tushlik paytlar ko'rishib qolamiz. Boya ham oshxonada uni ko'rgandim, yaxshi yurgandi. Ishqilib, u yaxshi yuribdimi? Darslarga qatnashyaptimi? Yo bekorchi yurganini bir sezib bilmadingmi? Bilmasam xola, nega so'rayapsiz? O'zim endi qiz bolani nazorat qilib turish kerak edi, qizim. Seni ham singlim menga ishonib bu yerga jo'natgan. Sen uchun ham men javobgarman. Shuning uchun o'qishingga to'g'ri borib, to'g'ri keyin. Faqat o'qishni o'ylagin. Xo'p, xola, xavotir olmang, yuzingizni yerga qaratmayman. Shunchaki Mohina kech qolganiga xavotir oldim. Shunga sendan bir so'ray dedim. Xavotir olmang xolajon, kelib qolar. Mayli, ishingni qilaver. Xo'p bo'ladi. Kim bo'lishi mumkin u yigit? Kim ekan? Ha, bo'ldi. Ertaga yana ko'rishamiz-ku. Ha, o'shanda gaplashamiz. Mayli, xo'p. Aha, xo'p. Bo'pti. Men uyga keldim. Gaplashamiz. Xo'p, bo'pti. Salom, men keldim. Ha, keldingmi Mohina? Nima qilib qilyapsan? Oyim qanday? Ha, xolam ham hozir seni so'rab turgandilar. Yo'q, qanday o'zlar? Oyi. Men keldim. Assalomu alaykum. Alaykum assalom, keldingmi? Qayerdan kelyapsan? O'qishdan. O'qishdan? Shu paytda? Ha, o'qishdan vaqtli kelarding-ku. Oyi, bilasiz-ku, imtihonlarim yaqin.
rosa tayyorgarlik qilyapmiz. Kutubxonadan kelyapman hozir ham. Ha? Nima gap, tinchlikmi? Bilmasam, ko'nglim aynib ketdi. Menimcha ovqat hididan bo'lsa kerak. Nega yoqmaydi ovqat hidi? Bilmasam, oyi, yoqmayapti-da. Qizim, bo'lib qoldingmi? Tezlashtir. Xo'p bo'ladi. Mushtari. 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 Ha? Nima bo'ldi, tinchlikmi? Ha, Mohina chaqirdingmi? Mazam bo'lmayapti. Xolamga aytaymi? Yo'q, aytma. Bilasan-ku, oyim vahmi qilib yuboradilar. Birorta og'riq qoldiradigan dori ber, ko'nglim ham aynib ketyapti. Hozir men doriqtini ko'raychi. Ha? Nimaga baqiryapsan? Nima bo'ldi? Mazam bo'lmayapti, oyi. Qayering og'riyapti? Bilmadim. Ko'proq ko'nglim aynayapti. Nima? Nima deding? Ko'nglim aynayapti. Voy o'lmasam. Voy ovqatdan ko'nglim aynayapti deganingda ham bir nimani sezganday bo'ldim. Voy o'lmasam. Voy Odinaxon menga bir narsa deganday bo'ldi. Voy o'lmasam. Ha, oyi. Yog'ni hidiga ham aynayaptimi? Ha, yog'i hidiga ham aynayapti. Hajusasi, sen nima qand yeb yuribsan? Oyi. O'sha ovozingni yerayotgan. Meni tiriklagan ko'rga tiqding-ku. Oyi, hech narsani tushunmayapman, nima deyapsiz? Voy, nimasini tushunmaysan? Nimasini tushunmaysan? Homiladorsan. Nima? Homilador? Sen shu maqsadda katta qilganmidim? Yana otasiz, yemay ichmay meni badnom qilding-ku. Meni yo'q qilding-ku. Voy yaramas. Oyi, iltimos noto'g'ri tushunyapsiz. Endi bak. Qiz bola holingga nima niyat bilarding? Homiladorlikni belgilari shunaqa kechadi. Oyi, qanaqasiga nimalar deyapsiz? Yo'qlaming o'l. Mashinada seni tashlab ketgan kim edi? To'g'risini ayt. Kim edi? Gapir! Oyi, bu shunchaki og'riq xolos. Meni mashinada hech kim olib kelib qo'ygani yo'q. Ungacha men u iflosni topaman. U iflosni yer tagidan bo'lsam topaman. Mashxonadan bir qadam ham ungacha ko'chaga chiqmaysan. Nima? O'sha! Ovozingni beti yo'q. Oyi, unaqa demang. Oyi, oching. Oyi, iltimos oching eshikni. Oyi, unaqa emas, siz adashyapsiz. Oyi. Bu yigit o'lguri topishim kerak. Yer tagidan bo'lsa ham topishim kerak. Qonni qappaymasdan bilib qoldim. Voy Xudoyim. Endi nima qilaman? Xudoyim. Alo, Malohat, yaxshimisan? Opa, yaxshi emasman. Tamom bo'ldim. Ado bo'ldim, jon opa. Seni SMS xabaringni o'qib dahshatga tushdim. Sen gumon qilmasdan doktorga olib bor. Tekshirtir uni. Voy opa, nimalar deyapsiz? O'ylab gapiryapsizmi? Qanaqa qilib olib boraman? Nima deyman? Qaysi doktorga olib boraman? Qizimni ko'ngli aynayapti deb tekshirtirish? Yo'q, aslo unaqa qila olmayman, opa. Voy, o'zim o'lib qolmayman, opa. Arvosatda qoldim.
nima qilishni ham bilolmayapman jon opa. Voy opa, ovqatdan ko'nglim ayniyapti deyapti. Hech narsa yemayapti. Voy, bu nimadan bo'lardi? Shu homiladorlikdan jon opa. Shubha gumon qilib, aniq tashxis qo'ymasdan o'zingni yeb bitirmagin. Voyjon opa, nimalar deyapsiz? Ayol kishiman-u. Voy bilaman-u buni nimaligini, qanaqa bo'lishini. Bir yigit haqida menga bir paytlar gapirganday bo'luvdi. O'qishingni o'yla. Nimalar deyapsan? Hozir faqat o'qishingni o'yla deb ahamiyat bermagan edim. Shundan keyin jim bo'lib ketgan edi. Voy o'lmasam, shunaqami? Vaqtida bilib qoldim opa. Ertaga qorni qappayib qo'yganda bilsam nima bo'lardi? Endi nima qilaman? Jon opajon. Voy o'lganim yaxshi, endi nima qilaman? Qandoq qilaman opa? Mayli. Sen oldin aniqlashtirgin. Gumonda bo'lib, o'zingni ham, qizingni ham qiynamagin. Aniq tega yetaman. Albatta tega yetaman. Topaman u yer yutkurni ham. Mayli opa. Voy mazam bo'lmayapti opajon. Bo'pti. Men vaqtimni topib bir borarman. Xo'p. Voy o'lmasam. Voy Xudoy. Xudoy. Xola, Endi nima qilaman? yaxshimisiz? Mohina yaxshimi? Hay, Mohina yaxshi bo'lsa men shu ahvolda o'tirarmidim. Menga qara. Mohina kim bilandir gaplasharmidi? Haligi bironta yigiti bormidi? Mashinada uyigacha olib kelib qo'yganini ko'rganmiding? Yo'q, uni hech qanaqa yigit bilan ko'rmaganman. To'g'risini ayt. Menga yolg'on gapirma. Qil ustida turibman. Bo'l, gapir. Sen Mohina bilan ko'p gaplashasan. Bilaman. Sirlarini senga aytadi. Yigiti bormidi? Gapir. To'g'risini ayt. Yo'q, men bilmayman xola. Bilmasang qol. Ko'zimga ko'rinma. Bor chiq. Ey Xudoyim. Ey Xudoyim. Endi nima qilaman? Boshimni qaysi toshga uraman? Qizim turmushga chiqmasdan turib qoldi. Adinaxon, keling. Assalomu alaykum opa. Va alaykum assalom. Nasılsınız? Yaxshimisiz? Tuzimisiz? Keling. Xudoga shukr. Voy, keling qo'shni. O'tiring. Duo qiling, Malihat opa. Ilohim. Hammamizga Allohim insof tavfiq bersin. Farzandlarimizga ham to'g'ri yo'l ko'rsatsin. Ilohim. Alloh. Yaxshimisiz Malihat opa? Rahmat. Xudoga shukr. Xush kelibsiz qo'shni. Shu uyda zerikib ketdim-da opa. Shunga oldingizga chiqdim. Bir gaplashib chiqay deb. Yaxshi qilibsiz. Malihat opa tinchlikmi? Bezovta ko'rinasiz yoki bu joyingiz og'riyaptimi? Yo'q. Hech qayerım og'rimayapti, Xudoga shukr. Hammasi yaxshi. Ilohim sog' salomat bo'ling opajon, kasal bo'lmang. Rahmat. Aytganingiz kelsin. Haligi sovchilarni ham rosa kutayotgandir siz-a? Mohina ham ancha ko'zga ko'rinadigan qiz bo'lib qoldi. Sovchilar ham arimayotgandir. Sovchilar? Keyin opa, men sizga bir narsa aytmoqchi edim. Meni kechagi gaplarimga parvo qilmang, xo'pmi? Men shunchaki bilmasdan gapirib qo'yibman-da. Odinaxon, bu shunchaki gapmas edi. Siz meni yuragimga g'ulg'ula solib qo'ydingiz. Opa, unaqa demang. Sizni qizingiz juda ham aqlli. Yuzingizni yerga qaratmaydi. Qani,
Yuzimni yerga qaratib ham ko'rsinchi. Mayli opa, yaxshi o'tiring, men hali yana chiqarman. Mayli, yaxshi boring. Xo'p, mayli. Yo'q. Bo'lishi mumkin emas. Axir qanaqasiga? Men homilador emasman. Axir Farruh akam bilan o'rtamizda hech narsa bo'lmagan-ku. Nega o'zimdan o'zim bunday bo'lishi? U menga yaqinlashgani yo'q-ku. Ey Xudoyim. Oyim bo'lsa meni homilador deb o'ylayaptilar. Gapimni eshitishni ham xohlamayaptilar. Mana Mohina, ahvolingga qara. Qanday holatga tushib qolding? Onangdan yashirib, o'sha yigit bilan gaplashib yurding. Hech kim bilmaydi deganding. Mana oqibati. Yo'q. Yo'q, Farruh akam hatto qo'lini uchini ham tekkizgani yo'q-ku. Nega axir? Yo'q. Bo'lishi mumkin emas. Xudo xolasa, kelajakda meni orzularim, niyatlarim ko'p. Mohina, nega buncha bezovta bo'laverasan? Bu yerda bizni kim tanirdi? Baribir hamda birorta tanish ko'rib qolmasin deyman. Yosh bola emasmiz-ku, Mohina. Meni niyatim jiddiy. Oyimga sen haqingni gapirganman. Sen ham oyingga ayt. Men sovchilarimni yuboray. Yo'q, men oyimga nima deyman? Qizumisiz? O'zi bir marta og'iz ochganimda eshitadiganimni eshitdim. Oyim bir o'zlari meni katta qildilar. Qiz bolaning toshi og'ir bo'ladi. Biror gap yetaklab kelmanglar. Orqangizdan yomon gap eshitmay deydilar. Meni yuzimni yerga qaratmagin deb doim tayinlaydilar. Onalar shunday deydi. Sen yaxshi onani qo'lda tarbiya ko'rgansan. Mayli, bo'pti, ketdikmi? Durdona tug'ilgan kuniga boramizmi? Shu men bormasammikan deyotgandim. Nega? Oyingdan ruxsat so'ramadingmi? Oyimdan so'radim. Ruxsat ham berdilar. Shunchaki biroz negadir mazam yo'q. Uni ustiga borgim ham kelmayapti. Qo'y uni qilma. Bormasang Durdona xafa bo'ladi. Axir u seni yaqin dugonang-ku. Hamma kursdoshlarimiz borishadi. Biz ham borib birpas o'tirib qaytamiz. Mayli, faqat ko'p o'tirmaymiz. Oyimdan 2 soatga ruxsat so'raganman. Xo'p, ketdik. Farruh akam bilan bir martagina dugonamni tug'ilgan kuniga birga borgandim. O'sha paytda biroz mazam bo'lmagandi. O'shanda Farruh akam menga ichimlik bergandi. O'zingga kelvogin deb. Lekin o'shani ichganimdan keyin dugonamning xonasida biroz mizg'ib olgandim. Nahotki o'sha ichimlikka Farruh akam yo'q. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Bunaqasi bo'lishi mumkin emas. Farruh akam bunday pastkashlikka bormaydilar. Yoki rostdan ham oyim aytganday bo'lsa-ya. Ey Xudoyim, sharmanda qilmagin, iltimos. Qanday bosh ko'tarib yuraman axir? Mohina? Mohina? Ha, mushtari. Nima deysan? Yaxshimisan, Mohina? Agar shu ahvolimni yaxshi deb bo'lsa, unda yaxshiman. Yig'layapsanmi? Yig'lamay nima qilay? Boshqa chora bo'lsa ayt. Nima deyishga ham hayronman, Mohina. Men senga ishonaman, lekin o'zingdan bir so'ray degandim. Sen rostdan ham Farruh akang bilan Nimalar deyapsan? Chinnimisan? Nima? Mushtari, sen ham menga ishonmayapsanmi? Oyim-ku gapimni umuman eshitishni ham xohlamayaptilar. Qiz bolani biqini og'rib, yohidiga ko'ngli aynisa, homiladorlikni alomatimiş. Oyim shunaqa deyaptilar. O'zi undan ko'ra meni o'ldirib qo'ya qolganlaring yaxshi edi.
Qo'y, unaqa dema. Meni jonim og'riyapti. Doktorga borsak yaxshi bo'lardi. Oyim bo'lsa shu ahvolimda qamab qo'ydilar. Men ham xolamga doktorga olib boraylik deb aytdim. Xo'sh, nima dedilar? Nima deb olib boraman doktorga? Qizim homilador deb olib boramanmi deb aytdilar. Ana ko'rdingmi? Baribir menga ishonmayaptilar. Lekin bunaqa bo'lishi mumkin emas. Men unaqa ish qilganim yo'q. O'zi bir martagina Farruh akam bilan Durdonani tug'ilgan kuniga borgandik. Lekin u yerda odam ko'p edi. O'sha kuni to'g'ri meni mazam bo'lmadi. Kirib birozgina Durdona xonasida dam olgandim, lekin unaqa ish bo'lgani yo'q. Farruh akam tinchlantiruvchi dori berdilar. Shuni ichib biroz dam oldim xolos. Shoshma. Balki o'shanda Farruh akang Yo'q, bo'lishi mumkin emas. ha, balki gaplaring to'g'ridir. Oyim qanila. Xolam telefoningda telegramingga kirib, seni nomingdan Farruh akangga uchrashaylik deb yozdilar. Keyinchi Keyin telefoningni olib chiqib ketdilar. Mohina, nega jimsan? Nega jim bo'lib qolding? o'zim shunchaki Mayli, men ovqat solib qo'yishim kerak edi. Kerak bo'lsam chaqirarsan. ey Xudoyim. Demak, hozir oyim Farruh akani oldiga boradilar. Endi nima bo'ladi? Farruh aka oldilarida nima degan odam bo'ldim? Gapirma bopladi. O'zi ham shu Asad doim bizni kuldiradi. Darsda ham shunaqa hazilkash. Uf. Ha, nimasini aytasan? O'rtoq, shunaqa qilib, chalg'ib, hazillashib turmasak bo'lmaydi-da. Bo'lmasa miyamiz ham achib ketadi. Bilasan-ku, darslarimiz ham kundan kunga qiyinlashib boryapti. To'g'ri, darslar qiyinlashib boryapti. Hozir qiynalsak ham darsda o'rganib olsak, kelajakda o'zimizga yaxshi bo'ladi. Ha, to'g'ri aytasan. Lekin aytganingdek, chalg'ib turmasak ham bo'lmaydi. Ha, shunaqa. Yanachi Asad chalg'ishimiz uchun yana bir zo'r narsa o'ylab topdi. Yo'q, eshitmadim. Eshitmadingmi nima? Hamma gapirib yuribdi-yu. Rostdan ham eshitganmi, nima bo'ldi? Xullas, Asad dam olish kuni toqqa sayohat tashkil qilibdi. Tog'ga chiqib, mazza qilib dam olib kelamiz. Ha, shunaqa degan. Lekin men toqqa borolmasam kerak. Voy, bu nima deganing? Nega borolmas ekansan? Hamma boradi-yu, nima bittasan qolib ketasanmi? Men bora olmayman. Menga oyim ruxsat bermasalar kerak. Voy, nega bormaydilar? Nima? Senga ishonmaydilarmi? Axir har safar o'tirishlarga borarding, ruxsat berardilar-ku. To'g'ri, o'tirishlarga ruxsat berardilar. Lekin sen toqqa deyapsan, toqqa umuman yubormasalar kerak. Voy, nega yubormaydilar axir? Nima bo'ldi? Birontasi toqqa chiqib, yiqilib tushdimi? Xavotir olma, ko'zingga qarab yursang yiqilib tushmaysan. Ayyo, hech kim yiqilib tushmadi. Yo nima? Birontasi cho'milaman deb cho'kib ketdimi? Yo'q, hech kim cho'kib ketgani yo'q. Undan nima? Gapira qolsang-chi. Bitta qarindoshimizning qizi homilador bo'libdi. Nima? Homilador bo'libdi? Shu ko'ngilsiz voqeami? Bu yaxshi-ku. Axir qara, qanchadan qancha ayollar homilador bo'la olmay yuribdi. To'g'ri, lekin u qiz hali turmush qurmagan. Bunisi yomon. Demak, shu qiz o'zi yaxshi qiz emas ekanda. Yo'q, qarindoshimizning qizi juda ham yaxshi edi. Tarbiyali, odobli qiz edi. Yaxshi qiz bo'lsa, turmush qurmasdan homilador bo'larmidi? Biz ham shunga hayronmizda. Lekin bir jiyanim hozir ularnikida yashaydi. Undan so'ragan ekan, o'rtamizda hech narsa bo'lmagan debdi. Voy, hech narsa bo'lmagan bo'lsa, qanday homilador bo'ladi? Bu qiziq-ku. Men u qizga juda ham ishonaman. Qanday qilib bunaqa ish bo'lishi mumkin? Hayronman. O'zi o'sha qizni tekshirtirishibdimi? Doktorga olib borishibdimi? O'zi qildirishibdimi? Yo'q, doktorga olib borishmagan.
Doktorga nima deymiz deb istihola qilishyapti. Ana borishsin, tekshirtirishsin, hammasi hal bo'ladi. Balki qiz to'g'ri gapiryaptimi, noto'g'ri gapiryaptimi, qayerdan bilasizlar? Keyin hammasi ayon bo'ladi. Shunda u qarindoshinglar kasriga sizlar ham qolib yurmaysizlar. Sen uni buni qo'y. Muhimi sen toqqa borasanmi, yo'qmi? Yoki o'zim borib, oyingdan ruxsat so'rayman. Men o'zim so'rab ko'raman. Hali dam olish kunigacha ham bor-ku. Bo'pti, yur uyga borib qaraylik. Oyim xavotir olmasinlar. Mayli, yura qol. Seni tushunib turibman. O maraz. Yaramas. Hali senmi meni qizim aldaydi? Xola nega deysiz? Erkak bo'lmay o'l. Aldab, tuzog'ingga ilintirdingmi? Hali men sen bilan boshqa joyda gaplashaman. Hali kuningni ko'rsataman. Xola o'zingiz bosing. Avval tushuntiring, nega urasiz? Nimani tushuntiraman? Qizimni nomini qora qilib, bemalol yurishingni qara. Xola, qizingiz kim? Voy, men Mohinani onasiman. Mohinani. Xola, men Mohinaga hech narsa qilganim yo'q. Hatto uni qo'lini ham ushlamaganman. Tommay plas. Tomma, lafzing bormi? Qizimga qancha va'dalar bergansan? Qizimni qo'rqitgansan. Bechora qizim. Nima bo'lganini ham ayta olmayapti. Bilib qo'y. Men seni shundoq qo'ymayman. Ota-onangning oldida sharmandangni chiqaraman mahalla-ko'yga borib. Hali men sen bilan kerakli joyda gaplashaman. Xola, o'zingiz meni haqorat qilmang. Qilg'iliqni qilib, yana menga maslahat beryapsanmi? Uni hech kimi yo'q deb o'yladingmi? Nima bo'ldi? Nega urasiz? Qizingiz bilan gaplashganim shunchalikmi? Hali gaplashib qo'yib, aybdormanmi deb o'ylayapsanmi? Qizimni badnom qilding-ku, yaramas. U homilador. Menga bu gapni aytish qanchalar og'irligini bilasanmi, ablah? Nima? Homilador? Yo'q, xola bo'lish mumkin emas. Nega? Axir men Chaynalma. Yaxshisidan ol. Tan ol. Meni yomon ishlar qilishga majbur qilma. Xola, o'lay agar men Mohinaga qo'limni uchini ham tekkizganim yo'q. Yolg'on. Yolg'on gapiryapsan. Yolg'on gapiryapsan. Uzr, xola. Chidolmayapman. Oyi. Oyi. Eshikni oching, mazam bo'lmayapti. Oyi. Ochinglar, iltimos. Oyi. Kim bor? Oyi. Mushtari. Mushtari, eshikni och. Ha, Mohina, nima deysan? Mushtari, iltimos eshikni och. Meni mazam bo'lmayapti. Chidolmayapman. Mushtari, och. Voy Mohina, axir bu yerda kalit yo'q-ku, qanday qilib ochaman? Qara, o'sha yerlarni. Shkaflarni qara. Oyimni xonalarini qarab ko'r. Chiqib qolar. Iltimos, bo'l tezroq. Mazam bo'lmayapti. Eshikni ochmasang bo'lmaydi, hozir o'lib qolaman. Och. Hozir men qarab ko'raychi.
Mohina? Mushtari topdingmi kalitni? Bormikan? Tezroq och. Chidolmayapman, bo'l tezroq. Yo'q, kalitni topa olmayapman. Ko'nglim behuzur bo'lib ketyapti. Bo'l, och tezroq. Masam bo'lmayapti. Hozir. Mohina? Mohina, senga nima bo'ldi? Mohina, nega jimsan? Meni qo'rqitma. Gapirsang-chi. Ha, mushtari, Keldingizmi, xola? tinchlikmi? Mohina. Nima gapir? Biz Mohina bilan gaplashayotgandik, negadir jim bo'lib qoldi. Nega jim bo'lib qoladi? Voy o'lmasa. Voy, Mohi. Qizim, Mohi ko'zingni och. Voy o'lmasam senga nima bo'ldi? Hay, ko'zingni och. Xola, tez yordam chaqiraymi? Tez yordam chaqirsa, shubhalarim tasdiqlansa sharmanda bo'laman-ku. Voy o'lmasam. Xola, men nimadan shubhalanayotganingizni bilib turibman. Balki unday emasdi, tez yordam chaqiraylik. Apparatlarni olib keladi, hammasi oydinlashadi. Bunga biror narsa bo'lsa nima qilamiz? Tezroq tez yordam chaqiraylik. Mayli, bor. Tezroq tez yordam chaqir bola qol. Ko'zingni och bolam. Meni qo'rqitma. Xudoga shukr. Men kutgan narsa emas ekan. Gumonlarim tasdiqlanmadi. Xayriyat. Lekin Odinaning gapi meni vahimaga solib qo'ydi. Shuni gapiga ishonib noto'g'ri ish qilib qo'ydim. Qizim bechora qancha menga aytdi, lekin uni eshitmadim. Qizim, meni kechir. Ilohim ko'rmaganday bo'lib tuzalib ketgan. Jonim qizim. Xola, tez yordam vrachlari ketishdimi? Hozirgina ketishdi. Mohina yaxshimi? Xudoga shukr. Ancha yaxshi. Dori-darmon qilib ketishdi. Ancha o'ziga kelib qoldi. O'zi Mohinaga nima qilgan ekan? Oshqozoni yallig'langan ekan. Shuning uchun bezovta qilgan. Endi to'liq bir davolansa ko'rmaganday bo'lib ketadi deyishdi. Yaxshi ham tez yordam chaqirganimiz. Bo'lmasam nima bo'lardi? Men ahmoq. Qizimni o'zim badnom qilay dedim. Bo'ldi xolajon, siqilmang. Eng muhimi siz o'ylagan narsa bo'lmabdi-ku. Shunisiga ham shukr. Qizim, sen bitta chiroyli qilib qaynatma sho'rva qilgan. Mohinaga kuch bo'ladi. Xo'p bo'ladi xolajon. Mohina, ancha yaxshimisan? Tuzalib qoldingmi? Ancha yaxshiman. Rahmat. Iloyim tezroq sog'ayib ketgan. Ko'zimni ochganimda tepamda doktorlar o'tirganda. Doktorlar ketishdi ham. Oyim hali yonimga kirganlari yo'q. Doktorlar oyimga nima deyishdi? Sen eshitdingmi? Oshqozoning yallig'langan ekan, shuning uchun bezovta bo'lgansan. Xavotir olma, davolansang hammasi o'tib ketadi. Oyim mendan gumon qildilar. Meni eshitishni ham xohlamadilar. Men o'zimdan ham shubhalanib qoldim. Sen xolamdan xafa bo'lma Mohina, ularni ham to'g'ri tushun. Hozir uyalganlaridan oldinga ham kira olmayaptilar. Biroq kirib, qizim hammasi joyida desalar bo'lardi-yu. Sal o'zlariga kelsinlar, albatta oldinga kiradilar. Qaytgancha men qaynatma sho'rva qilgandim. Ozgina ichib olsang, senga quvvat bo'ladi. Hozir olib kelaman.
Ona qizim. Dorini olib keldim, ichib olgin. Qizim. Haliyam mendan xafamisan? Bilaman. Xafasan. Noto'g'ri ish qildim. Noo'rin gumonga bordim. Meni kechir. Nima qilay jon bolam? Qo'rqib ketdim. Onaman-ku. Meni ham to'g'ri tushun. Oyi. Nima, siz menga ishonmaysizmi? Men shu 3 kun ichida qanchalik azob chekkanimni bilasizmi? Meni kechir. Ona qizim. Ojon. Mendan xafa emasmisan? Yo'q. Gaplash. Gaplash. Oyi. Allah. Assalomu alaykum. Yaxshimisan? Nega qo'ng'iroqlarimga javob bermayapsan? Ha, yaxshiman. Uyingga boray desam, oying. Xavotir olmang. Men yaxshiman. Aniq yaxshimisan, Mohina? Ertaga o'qituvchilarni jo'nataman. Men seni endi yolg'iz tashlab qo'ymayman. Seni telegramingdan uchrashaylik deb yozilganiga ishonib, men ham boribman. Borsam oying keldilar-yu, shunaqa tarsak urdilar. Qo'llar juda ham qattiq ekan lekin. Bo'ldi endi, hadeb gapiravermang, odamni hijolat qilib. Sen hech xijolat bo'lma. Hammasi ortda qoldi. Xudo xohlasa, endi bir umrga baxtli bo'lamiz. Xudo xohlasa. Qani ketdikmi? Qayerga? Baxtli hayot sari. Ketdik. Ketdik.